Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan judayam yumshoqqina do'mboqqina bulochka tayyorlaymiz. Xamirim oshmaydi deganlarda ham bittada o'xshab chiqadi. Buning uchun bizga sut, margarin, tuxum, shakar, dro'jja kerak bo'ladi. Illoqdan sal issiqroq sutga dro'jja va shakarni qo'shib, yaxshilab bitta massa holatiga kelguncha aralashtiramiz. Ketidan tuxum, margarin qo'shib aralashtirishda davom ettiramiz. Nimani qanchadan qo'shganimni pastda opisaniyada yozib qoldiraman. Yaxshilab aralashtirib, bitta massasi holatiga keltirib, ozginadan un qo'shishni boshlaymiz. Unni bittada ko'p qo'shib yuborish kerak emas, bo'lmasa xamirimiz o'xshamaydi, ishib chiqmaydi. Yaxshilab venchik yordamida aralashtirib, ozginadan un qo'shib, xamir holatiga keltirib olamiz. Xamirimizni qilib bo'lgandan keyin o'simlik yog'ida 2-3 qoshiq qo'shib, bitta mushtlab olib, shunaqa xamir holatiga keltirib, ustini strech bilan yopib, qizib turgan mikrovolnovkaning ichiga yoki issiqroq joyga olib qo'yamiz. Xamirimiz yarim soat 40 minutda ishib chiqadi. Xamirni 2 sm qalinlikda yoyib olib, yaxshilab to'rtburchak qilib, bitta qilib yoyib, erigan margaringa yong'og'i xohlasanglar to'g'rab yuboringlar, xohlasanglar choper yordamida maydalab, ozgina bir qoshiq shakar qo'shib olib, shunaqa ko'rsatilgandek videoda surib chiqamiz. Kesichka yordamida yaxshilab surib chiqamiz. Hamma joyiga teng bir xil suriladigan qilib yaxshilab surib chiqqanimizdan keyin xuddi videoda ko'rsatilgandek xamirimizni buklab olib o'rab olamiz. Uni orasida duxovkani qizishga yoqib qo'yamiz, 180 gradusga qo'yib. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Ikkiga buklab olamiz. Ustidan ham xamirni yopib 2-3 sm oralig'ida bo'lgan xuddi chiziqchaga o'xshab kesib chiqamiz xamirlarimizni. Kesgan xamirlarimizni yaxshilab o'rab, chetini, oxirini yaxshilab bosib qo'yamiz, chunki duxovkaga solgandan keyin pishayotganda ochilib ketishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab qattiq qilib bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib tugib olamiz. Har bittasini chiroyli qilib o'rab chiqamiz, bitta-bitta. Videoda ko'rsatilgandek qilib tugilishi unaqa qiyin emas. Chiroyli bo'lib chiqadi bulochkalarimiz. Asosiysi oxirini juda qattiq qilib bosib qo'ysa bo'ldi.